Instagramda podpiskangiz bilan podpischiklaringizni ko'rsatmaydigan qilib qo'ysa bo'ladi. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun Instagramga kirib olamiz albatta. Instagramdan mana shu 3 ta nuqta joyiga bitta bunday qilib bossak chiqadi. Bu yerdan mana bu ограничение degan joyi bor edi. Mana shu joy. Mana shuni bitta bosib, bu yerdan mana shu joyini bitta bosamizda, mana shu ikkalasini shunday o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yerda mana bunaqa qanaqadir funksiyalari bor. Ularni o'zlaringiz ko'rib chiqib o'rganib olinglar. Bilmayman men. Yana bitta nima ma'lumot. Mana shu joyga bunday bossangiz, bu yerdan voshi сохранённый mana. Bu men saqlanib qilib qo'ygan nimalar, videolarni saqlanib qo'yasizlar-ku. Mana shu joydan topib olsanglar bo'ladi. Agar kimgadir kerak bo'lsa, kim bilmaydiganlar uchun-da bu. Hamma uchun emas, biladiganlar biladi.